16 bab. Yusufning avlodlariga taqsim qilib berilgan zaminlar tövendikçe. Bu zaminlarning janubiy posili Iordan daryosining yenidagi Erixa shahridan, ya'ni Erixa shahrining sharqidagi buloqliqdan boshlanib, cho'l bayovallarni kesib o'tib, tog'liq rayondagi Beytel shahrigacha so'ziladi. Janubiy posil Beytel, ya'ni Luz shahridan boshlanib, Atarot shahridagi arqlarning zeminiga boradi. Keyin yana g'arbga so'zilib, Yafletlarning zeminidan o'tib, ostin Beytxorin shahrigacha berib, u yerdan yana Gezer shahrigacha so'zilib, oxiri O'tra dengizga berib to'xtaydi. Yusufning o'g'illari, ya'ni Efraim bilan Manassening avlodlari o'zlariga taqsim qilingan zaminlarga ega bo'ldi. Efraim qabilasiga jamiyatlar bo'yicha berilgan zaminlar tövendikçe. Ularga taqsim qilingan zaminning janubiy posili sharqda Atrot Addar shahridan boshlanib, ustun Beytxorin shahriga tutishib, O'tra dengizga boradi. Keyin yana shimoldagi Mikmetat shahridan o'tib, sharqdagi Taanat Shilo shahriga berib, Yanovaq shahriga tutishidi. Keyin yana Yanovaq shahridan janubga qayrilib, u yerdan Atarot, Naara shaharlarigacha so'zilib, keyin Erixa shahriga tutishib, Iordan daryosida oxirlashdi. Bu posil yana Tapuvaq shahridan g'arbga so'zilib, Qanaq jilg'isini bo'ylab O'tra dengizga tutishidi. Mana bu Efraim qabilasiga jamiyatlar bo'yicha taqsim qilib berilgan zaminlardir. Uningdan boshqa Manasse qabilasining g'arbiy yerimidagilarga taqsim qilinib berilgan zaminlar ichida Efraim qabilasiga berilgan shahar va atrofdagi yizlarmi bor. Efraim qabilasi Kananlarni Gezel shahridan qo'g'lab chiqarvatmadi. Ammo ular hozirga qadar Efraimlarga ishlamchi bo'lmoqda.